Mana bu Yakkabog' tumanining Oqtosh mahallasida Mevazor ko'chasi. Raddomning to'g'risidagi ko'cha, mana ko'chadagi suvlar kullayapti. Bolalar na maktabga boraladi, na bog'chaga piyoda o'tiladi. Mana kullarni qarang, mashinalar kullar suvdan kechib bella yuradi. Mana kul Oqtosh mahallasi Mevazor ko'chasi. Raddomning to'g'risidagi ko'cha, Raddomdagi to'g'ri Oqtoshga qarab o'tadigan ko'cha, to'g'ri Svetofordan. Mana suvni qarang, suv. Mana suv, ko'cha bu, ko'cha. Mana bu ko'chaning suvini qarang, suv. Buni qaraydigan odamlar, buni qaraydigan misollar, yo'l qiladigan odamlar, qaraydigan odamlar yo'q. Bu yerda qaramaydi hech qaysi. Doim yomg'irda, qorda shu ahvol bo'ladi. Buni kim necha marta aytgan bilan hech kim quloq solmaydi. Baribir shu turishlar. Bu ko'cha berilganda 2000-yil berilgan bu uchastkalar. Böyle 25 yil bo'ldi. 25 yildan beri shu ahvol turish turgan. Mana ko'cha, mana turish, mana yurish. Mana mashinalar ham suvlardan ko'chib kelyapti. Mana shu kuni bittasi kulmakka cho'milgani uchun 15 sutka qamaldi. Bu yerga bemalol bir xil ko'lmak joylarga lotkada yursa bo'ladi. Mana qarangizlar ko'chaning ahvolini. Ana bu yerda mini stadion bor, mana mini stadion. Mini stadionga do'ppilar o'ynayapti. Mana bu yerda mana ko'cha. Ana bu yerda mana Svetofor. Svetoforga keldik. Mana yo'lda nariyog'i Raddim tomon katta sentralni ko'cha mana. Ko'chada mashinalar, yo'llar tepdik. Ana bu yoqqa ham yo'l tekis. Ana bu yoqqa ham yo'l tekis. Faqat Oqtosh mahalla Mevazor ko'chasida ahvol shu. Ko'rsatilgan joylar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan.